ochiq deb e'lon qilaman. Bugun Surxondaryo viloyati ma'muriy sudi o'z sud binosida kassatsiya instansiya sudlov hay'atida arizachi Samadova Shofidaning Denov tumani adliya bo'limi davlat xizmatlari markaziga turar joyini noturar joyga o'tkazishni rad etganligi haqidagi Termiz tumanlararo ma'muriy sudining 2025-yil 26-noyabrdagi hal qiluv qaroriga nisbatan arizachi Samadova va uning vakili advokat Xurramovalar tomonidan keltirilgan kassatsiya shikoyati ma'muriy ish materiallari asosida ko'rib chiqadi. Marhamat, sud majlisiga kimlar kelgani haqida ma'lumot bering. Hurmatli sud hay'ati, bugungi sud majlisida arizachi Samadova Shofida, arizachining vakili advokat Xurramova Aziza, javobgar Abdurofiyeva Nodira Bonu, Surxondaryo viloyati prokuror yordamchisi Sattorov Azizbeklar ishtirok etmoqda. Marhamat, o'tiring. Sud majlisi davom etadi. Taraflarning shaxsini aniqlaymiz. Arizachi, turing o'rningizdan. Assalomu alaykum, hurmatli rais yigituvchi. Men Samadova Shofida Nabijon qizi 1997-yil 14-yanvarda Farg'ona viloyati Farg'ona shahrida vazifa tutganman. Ma'lumotim oliy, millatim o'zbek, hozirda oilaman, 2 nafar farzandim. Taraflarda arizachining shaxsiga nisbatan savollar mavjudmi? Yo'q. Marhamat, o'tiring. Marhamat, javobgar. Turing o'rningizdan. Men Abdurofiyeva Nodira Bonu 2000-yil 15-may sanasida Denov tumanida tavallud o'qigan. Hozirgi kunda Denov tuman davlat xizmatlari markazida yurist sifatida 5 yildan beri faoliyat olib boraman. Javobgarning shaxsiga nisbatan taraflarda savollar mavjudmi? Yo'q. Yo'q, mavjud emas. Marhamat, o'tiring. Sud tarkibini e'lon qilaman. Mazkur ma'muriy ishi quyidagi tarkibda ko'rib chiqiladi. Raislik etuvchi viloyat sudi raisi Xo'jamurodova Dildora, viloyat sudi sudyalari Zaipov Jamshiddin, Toshpo'latov Azizbeklardan iborat tarkibda sudya katta yordamchisi G'afforov Sarvat kotibligida da'vogarning vakili Xalqon advokatlik byurosi advokati Xurramova Aziza hamda Surxondaryo viloyati prokurorining o'rinbosari Sattorov Azizbeklar ishtirokida ko'rib chiqadi. Sud tarkibi va sudda ishtirok etuvchilar shaxsiga nisbatan e'tirozlar mavjudmi? Yo'q. Tushunarli. Sud tarkibiga e'tirozlar bo'lmasa, taraflarning huquq va majburiyatlarini tushuntirib o'taman. Ma'muriy ish yurituvi to'g'risidagi kodeksning 39-moddasiga ko'ra, taraflar sudda ishtirok etish, sud hay'atiga dalillar taqdim etish, sud tarkibiga nisbatan e'tirozlar bildirish, sudning chiqargan hal qiluv qaroridan norozi bo'lsa, yuqori sudlarga shikoyat qilish huquqlariga egalar. Huquqlaringiz tushunarlimi? Tushunarlimi? Sud taftishi boshlangunga qadar taraflarda iltimosnomalar mavjudmi? Yo'q, mavjud emas. Iltimosnomalar mavjud bo'lmasa, arizachi Samadovaning kassatsiya shikoyatini o'qib eshitiraman. Arizachi Samadova Shofida Termiz tumanlararo ma'muriy sudining 2025-yil 26-noyabrdagi hal qiluv qaroriga nisbatan kassatsiya shikoyati bildirib, unda turar joyni noturar joyga o'tkazish haqidagi talabi birinchi instansiya sudi tomonidan atroflicha o'rganilmasdan rad etilganligi, shu sababli hal qiluv qarorini bekor qilish hamda turar joyni noturar joyga o'tkazish bo'yicha yangi hal qiluv qaror qabul qilish arz talabi bilan murojaat qilgan. Arizachi, arz talabingizni qo'llab-quvvatlaysizmi? Javobgar, arizachining talabini qabul qilasizmi? Yo'q. Taraflarda kelishuv bitimi tuzish imkoniyati mavjudmi? Javobgar. Arizachi. Marhamat, tushuntirish berish uchun so'z navbati arizachiga. Rahmat, hurmatli rais yigituvchi. Men 10 yildan buyon pedagogik faoliyatda shug'ullanib kelaman. Abituriyentlarni o'qishga tayyorlash maqsadida Termiz shahrida o'zimning o'quv markazim bor. O'quv markazi abituriyentlarini tayyorlayman. Shu maqsadda 2025-yilda ochiq auksionda Denov tumanida Qorako'l mahallasi istiqlol ko'chasi 7-dan 2 uyni auksion asosida sotib olganman. Shuning uchun davlat xizmatlari markaziga aynan shu domni birinchi qavatini o'zimning o'quv markazim ochish maqsadida rasmiylashtirish uchun davlat xizmatlari markaziga murojaat qilganman. Murojaatim rad
qilish asoslarini tushunmasdan yana bir necha bor davlat xizmatlari markaziga murojaat qildim, lekin javobda doim salbiy fikrlar keltirildi. Avvallari o'z o'quv markazini ochish qilgan hech qachon bunaqa imkoniyatlar bo'lmagan. Shu sababli bu o'quv markazini arizasini berib qo'ygan vaqtimda texnik vositalar bilan ta'minlash maqsadida texnik ishlarni qilib bergandim, ammo murojaat qilgan vaqtim mening iltimosim rad etilganini bildim. Keyin buni eshitgandan keyin yana qayta murojaat qildim. Birinchi aynan shu masala bo'yicha Termiz tumanlararo sudiga murojaat qildim. Birinchi instansiya sudi bo'lib o'tdi. Birinchi instansiya sudida meni qilgan iltimosim murojaatnomam yetarlicha ko'rib chiqilmadi va meni foydamga hal bo'lmadi. Shuning uchun yana majbur bo'ldim murojaat qilishga. Taraflarda arizachining tushuntirishiga nisbatan savollar mavjudmi? Hurmatli rais egituvchi, menda savollar mavjud. Marhamat. Savollarim shundan iboratki, o'quv markazingizda qaysi fanlardan dars olib boriladi? Asosan necha yoshdagi abituriyentlar sizga murojaat bilan keladi, tahsil olgan? Bizning markazda asosan matematika yo'nalishida dars berib boriladi. Maktab o'quvchilari 8-sinfdan boshlab kelishadi. 8-sinfdan 11-sinfgacha biz tayyorlab, ularni universitetga qadar tayyorlaymiz. Rahmat. Boshqa o'quv markazlaringiz borligida ta'kidlab o'tdingiz ko'rsatmalaringizda. Ushbu berayotgan faktik ma'lumotingizga binoan savolim, yana bir savolim shundan iboratki, hurmatli arizachi Samad Shohidov. Sizga ma'lum, ushbu holat yuzasidan tezkor surishtiruv ma'lumotlarini o'rganib chiqqan holatda shuni aniqladimki, ya'ni shunga oydinlik kiritmoqchiman. O'quv markazingizni yon atrofidan M41 magistral yo'li o'tgan, avtoqatnov yo'li o'tgan. Ushbu holat yuzasidan bolalarning xavfsizligini o'rganildimi? Siz tomonidan o'rganildimi? Ularning xavfsizligiga qanday darajada qarab boryapsiz? Bizning o'quv markazimiz har taraflama o'zini xavfsizligini ta'minlay oladi, chunki o'quv markazini faqatgina men boshqarmayman, men faqatgina ularni nazorat qilib turaman xolos. U yerda ish boshqaruvchilar, o'qituvchilar alohida individual o'quvchilarga yondashishadi. Ularning xavfsizlik masalasi, uygacha yetib borish masalasi aynan ular tomonidan boshqariladi. Aynan dars tugagan mahalda aynan o'sha yo'ldan o'tish jarayonida ularning xavfsizligi doim ta'minlab kelingan. Shu paytgacha hech qanaqa muammo bo'lmagan abituriyentlarning sog'ligiga yoki hayotiga nisbatan. Rahmat. Javoblaringiz uchun. Menda boshqa savollar yo'q. Hurmatli o'quvchi. Marhamat. O'tiring. Marhamat javobgar. Arizachining tushuntirishlariga nisbatan o'zingizni tushuntirishlaringizni aytib o'ting. Bo'ladi. Hurmatli sud, men Denov tuman davlat xizmatlari markazi yuristi sifatida shularni aytaman. Vazirlar Mahkamasining 200-qaroriga binoan arizachining bizga bergan arizalari reglamentga, ya'ni qoidalarga to'g'ri kelmadi. Bunga vakolatli organlarning e'tirozlari ham inobatga olindi. Yana shularni men qo'shimcha qilib o'tishim mumkinki, birinchi navbatda binoning mo'rtligi, ikkinchi navbatda biz bilamizki, noyabr oyida 5.5 oylik zilzila kuzatildi. Bu zilzilaga bizning binomiz javob bera olmaydi. Bundan tashqari, fuqarolarning e'tirozlari ham mavjud. Va biz talabalarning, bo'lajak talabalarning huquqlarini himoya qilmoqchi bo'ldik. Tushunarli. Hurmatli javobgar. Vazirlar Mahkamasining tegishli nizomida siz yuqorida aytib o'tilgan faktlar mavjudmi? Ha, albatta mavjud. Bunga birinchi navbatda Denov shahar markazi ekanligi sababli shahar konstruksiyasiga ushbu bino o'z ta'sirini o'tkazadi, chunki bu bino ko'p yillar oldin qurilgan va mo'rtlashgan. Ikkinchi navbatda abituriyentlarning sog'ligi birinchi o'rinda turadi. Biz bilamizki, aytib o'tganidek 5.5 oylik zilzila ham kuzatildi. Bunda bu bino mutaxassislarning tekshiruviga ko'ra javob bermaydi. Taraflarda javobgarning tushuntirishiga nisbatan savollar mavjudmi? Marhamat. Hurmatli javobgar, siz o'z tushuntirishingizda aynan xalqni o'ylagan holda ushbu qarorni qabul qilganingizni aytib o'tdingiz. Lekin 10 yildan buyon aynan o'sha xalq xizmatida bo'lgan mening mijozim Samad va o'sha xalqning bir qismi emasmi? Bunga qanday izoh berasiz? Hurmatli Samadovaning advokati, sizga shunday tushunish beraman. Samadvan yakka shaxs. Bir shaxs
shaxsning huquqlarini ko'pchilik huquqlarini ustun qo'ya olmaymiz. Biz abituriyentlarning huquqlarini himoya qilmoqchimiz va ularning xavfsizligi biz uchun birinchi navbatda. Bino xavfsiz emas. Boshqa savollaringiz? Marhamat, o'tiring. Sud majlisini xolisona va adolatli ko'rish maqsadida turar joyni noturar joyga o'tkazish jarayonida ekspertiza xulosasini Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligidan mutaxassis jalb etganmiz. Marhamat, Assalomu alaykum. o'zingizni tanishtiring. Ekspert xulosasi bilan tanishib bilan ekspertiza xulosasi o'sha asosan 3 ta loyiha bo'yicha o'tkazilgan ekan. Yong'in, seysmik binoning seysmik holati va mustahkamligi bo'yicha. Bunda asosan ekspert oldiga o'sha bino mustahkamlikka javob beradimiz degan savol qo'ygan ekan. Bino birinchi qavatda joylashgan bo'lishiga qaramasdan binoning asosan o'sha og'irligi burchaklariga va o'rtadagi to'sin, beton to'sinlarga tushadi. Bunda binoning o'sha qo'shimcha eshiklar ochilishi binoning hech qanday zaiflashishiga olib kelmaydi. Bino keyin yong'inga qarshi ham jihozlangan. O'sha yong'in xavfsizlik qo'ng'iroqchalari, keyin o't o'chirish usullari bilan to'liq ta'minlangan. Keyingi savol esa gigiyena masalasiga keladigan bo'lsak, o'sha binoning to'liq shamollati, toza havo kirish uchun imkoniyat va sharoitlar mavjud. Bino konstruksiyasiga o'zgartirish kiritish kerak bo'lsa, binoning zilzila bardoshligi va mustahkamligi bo'yicha pasayishiga olib kelmaydimi? Bino o'sha bitta balli zilzila bardoshi kafolatlangan qurilgan ekan. O'sha qurilish tashkilotlari tomonidan bitta balligacha zilzila kafolat berilgan ekan. Bunda o'sha ortiqcha eshiklar ochilishi, ya'ni o'rtadan ochilishi hech qanday binoning zaiflashishiga olib kelmaydi. Tushunarli. Rahmat. Sud taftishi bo'yicha taraflarda qo'shimcha dalillar mavjudmi? Mehtabor hurmatli sudya, ruxsatingiz bilan Denov kadastr bo'limi tomonidan Samad Vali nomidagi uy xo'jaligi undan foydalanish bo'yicha Sud muzokara bosqichiga o'tadi. Muzokara so'zi arizachiga. Marhamat Samadov. Hurmatli respublikachi, sizga aytib o'tgan o'quv markazi orqali biz faollarni ish bilan ta'minlayapmiz. Ularni ish bilan ta'minlash bilan birgalikda o'quvchilarni universitetlarga beryapmiz. Jamiyat uchun bu muhim deb hisoblayman. Agar hozir bu o'quv markazini ochmaydigan bo'lsak, yana bir necha faollar ishsiz qolishi mumkin yoki bir necha yoshlar o'qishga kirishib uchun yetarlicha salohiyatli o'quv markazi topish qiyin bo'ladi. Sizdan shuni so'ramoqchimanki, iltimosimga ijobiy baho berishingizni so'rayman. Marhamat vakil. Hurmatli sud, bugun biz nafaqat bir tadbirkorning huquqi, balki O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi ustuvor bo'lgan xususiy mulk daxlsizligi va davlat organlarining asossiz qarorlari ustidan qonun ustuvorligini tiklash masalasini ko'rib chiqyapmiz. Mening himoyam ostidagi Samad va Shohida oliy ma'lumotli yosh tadbirkor bo'lib, u o'z mulkida o'quv markazi ochish orqali jamiyatga foyda keltirmoqchi. Biroq adliya boshqarmasi va quyi sudlar uning bu intilishini subyektiv qo'rquvlar hamda huquqiy asosga ega bo'lmagan taxminlar tufayli rad etib kelmoqda. Vaholanki, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41 va 53 moddalariga ko'ra har bir shaxs mulkdor bo'lishga va o'z mulkidan qonunda taqiqlanmagan har qanday faoliyatda erkin foydalanishga haqli. Ish hujjatlariga ilova qilgan kadastr hujjatlari Samad va Shohidaning ushbu mulkka nisbatan mutlaq egalik huquqini va undan foydalanish borasidagi qonuniy vakolatlarini so'zsiz isbotlaydi. Adliya boshqarmasi bino konstruksiyasiga zarar yetkazish ehtimolini vaj qilib keltirgan bo'lsa-da, Ma'muriy sud ish yurituvi kodeksining 17-moddasiga muvofiq ma'muriy organ o'z qarorlarini qonuniyligini va faktik holatlarni isbotlab berishga majburdir. Marhamat, xulosa uchun so'z navbati prokurorga beriladi. Rahmat.
Hurmatli sud hay'ati, mazkur ish ma'muriy sud tomonidan ko'rib chiqilib, arizachi Samadova Shohida tomonidan turar joyni noturar joy toifasiga o'tkazish haqida talab hamda javobgar Adliya boshqarmasi yuristi Abdurofiyeva Nodira Bononing rad etish qarorining qonuniyligi yuzasidan baholanadi. Ish materiallarini o'rganish natijasida quyidagilarni aniqladim. Arizachi Samadova Shohida ko'p qavatli turar joyning binosining birinchi qavatida joylashgan xonadonni o'quv markazi tashkil etish maqsadida noturar joy toifasiga o'tkazishni so'ragan. Shu bilan birga u kirish eshigini binoning tashqi, ya'ni podyezdga qarama-qarshi tomonga o'rnatishni rejalashtirgan. Javobgar tomonidan mazkur talab qo'shnilar roziligi mavjud emasligi, shuningdek bino konstruksiyasiga zarar yetkazishi mumkinligi haqida ba'zilar asosda rad etgan. Sud jarayonida arizachi tomonidan qo'shimcha dalillar sifatida ekspert xulosasi taqdim etilib, unda rejalashtirilayotgan o'zgarishlar bino mustahkamligini saqlab qolish salbiy ta'sir ko'rsatmasligini ko'rsatgan. Shu bilan birga amaldagi qonunchilikka muvofiq ko'p kvartirali uy-joylarni joylashgan turar joylarni noturar joyga o'tkazish boshqa mulkdorlarning huquqiy va qonuniy manfaatlarini buzmasligi, shuningdek umumiy mulkka zarar yetkazmasligi lozim. Bunday holatlarni qo'shnilar roziligi muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur ishda ikkinchi qavatda yashovchi fuqaro roziligi olinmaganligi aniqlangan. Bu esa boshqa fuqarolarning tinch yashash huquqi va manfaatlarini ehtimoliy buzilishiga olib kelmoqda. Biroq faqat taxminiy asoslar bilan, ya'ni bino mulklashi mumkinligi haqida yetarli darajada asoslanmagan xulosalar bilan rad etish qonuniy hisoblanmaydi. Chunki sudda taqdim etilgan ekspert xulosasi mazkur vazlarni inkor etmoqda. Shu munosabat bilan prokuror sifatida quyidagi xulosani keltiraman. Adliya boshqarmasi tomonidan berilgan rad javobi yetarli darajada asoslanmagan deb topiladi. Biroq qo'shnilar roziligi masalasi to'liq hal etilmaganligi sababli arizachining talabi to'liq qanoatlantirilishi uchun huquqiy asoslar yetarli emas. Mazkur holatda sud tomonidan ishni qayta ko'rib chiqish va barcha manfaatdor tomonlarning huquqlarini inobatga olgan holatda qonuniy qaror qabul qilinishi lozim. Yakuniy xulosa sifatida shuni aytib o'tishim mumkinki, hurmatli sud hay'ati, suddan Adliya boshqarmasi qarorini qisman haqiqiy emas deb topishingizni va ishni qayta ko'rib chiqib, arizachi Samadova Shohidaning murojaatiga binoan adolatli qaror qabul qilishingizni, ya'ni qanoatlantirishingizni so'rab qolaman. Ish materiallarini va sudda o'rganilgan holatlarni mazkur qarorni qonuniy bo'lishini to'la ta'minlaydi deb hisoblayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Marhamat. Sud muzokarasi yakunlandi. Sud maslahat uyiga kiradi. O'rningizdan turingizlar, sud kelyapti. Surxondaryo viloyati sudi ma'muriy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati kassatsiya instansiyasining ajrimi. 2026-yil 20-aprel kunida Surxondaryo viloyati Termiz tumanlararo sudlov hay'ati kassatsiya instansiya sudi o'z sud binosida bo'lib o'tgan ochiq sud majlisida raislik qiluvchi Dodora Xo'jamurodova hay'at a'zolari Jamshiddin Zaripov, Azbek Toshpo'latovlardan iborat tarkibda sudya katta yordamchisi Sarvar G'afurov kotibligida taraflardan arizachi Shohida Samadova hamda uning vakili advokat Aziza Xurramova, javobgar Denon tumani Adliya bo'limi Davlat xizmatlari markazi vakili Abdurofiyeva Nodira Bono, shuningdek Surxondaryo viloyati prokuror yordamchisi Azbek Sattarov qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi huzuridagi hududiy boshqarmalarning qoshidagi loyiha qidiruv tashkilotlari mutaxassisi Elbek Tursunovlarning ishtirokida arizachi Samadova Shohidaning javobgar Denon tumani Adliya bo'limi Davlat xizmatlari markaziga nisbatan turar joyni noturar joyga o'tkazish haqidagi ma'muriy sud ish yurituvi bo'yicha Termiz tumanlararo ma'muriy sudining 2025-yil
26-noyabrdagi hal qilib qaroriga keltirgan kassatsiya shikoyati ma'muriy sud ish yurituvi materiallari asosida ko'rib chiqildi. Kassatsiya instansiya sudlov hay'ati da'vogar, javobgarning tushuntirishlari, guvohlarning ko'rsatuvlari, shuningdek, taraflarning muzokara hamda mutaxassis va prokurorning xulosa so'zlarini eshitib, ishda va sud jarayonida to'plangan dalillarga atroflicha xolisona qonuniy baho berib, mazkur ish yuzasidan Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi huzuridagi hududiy boshqarmalar qoshidagi loyiha qidiruv tashkilotlari mutaxassisi xulosalarini e'tiborga olib, arizachi Samadova Shohidaning javobgar Denov tumani Adliya bo'limi davlat xizmatlari markaziga nisbatan turar joyini noturar joyga o'tkazish haqidagi arz talabini qanoatlantirishni maqsadga muvofiq deb topdi. Binobarin, yuqoridagilarga asosan va O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy sud ishi yurituvi to'g'risidagi kodeksning 252-254-moddalarini qo'llab, kassatsiya instansiya sudlov hay'ati ajrim qiladi. Arizachi Samadova Shohidaning Denov tumani Adliya bo'limi davlat xizmatlari markaziga nisbatan turar joyni noturar joyga o'tkazish haqidagi arz talabi bo'yicha Termiz tumanlararo ma'muriy sudining 2025-yil 26-noyabrdagi hal qilib qarorini bekor qilish haqidagi kassatsiya shikoyati qanoatlantirilsin. Arizachi Samadova Shohidaning javobgar Denov tumani Adliya bo'limi davlat xizmatlari markaziga nisbatan turar joyini noturar joyga o'tkazish haqidagi arz bo'yicha Termiz tumanlararo ma'muriy sudining 2025-yil 26-noyabrdagi hal qilib qarori bekor qilinib, arizachi Shohida Samadovaning arz talabini qanoatlantirish haqida yangi hal qilib qarori chiqarilsin. Buning ijrosi javobgar Denov tumani Adliya bo'limi davlat xizmatlari markazi zimmasiga yuklatilsin. Arizachi tomonidan to'lanadigan davlat boji va sud xarajatlari javobgar taraf Denov tumani Adliya bo'limi davlat xizmatlari markazi tomonidan undirilsin. Mazkur ajrim ustidan taraflardan shikoyat berilishi yoki prokuror tomonidan protest keltirilishi mumkin. Sud majlisini yopiq deb e'lon qilaman.